Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Chorva yem olami qadrli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Xudo xolasa biz bugun Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yangiobod Sombor biqinida joylashgan juda chiroyli, tollik, Jaguar kombaynda urilgan juda ham chiroyli silos oldi ekamiz. Xudo xolasa video boshlashimizdan oldin kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Mana shu tugma bosib qo'yish esdan chiqmasin qadrli yurtdoshlar. Akalarimiz xudo xolasa mehnatda 500 tonnali juda ham katta, juda chiroyli siloslarimizni chiroyli qilib ma'lumotlarni bugun qo'limizdan kelgancha beramiz. Hormela yoppasiga. Akalarimiz xudo xolasa mehnatda silosimizni holatini ko'zlaring bilan ko'rib olishingiz mumkin. Qopda ham to'la-to'lacha. Kimdirlar 20 kilolik olsa yarimidan bo'ladi. Yarimi suv, yarimi silos bo'lib, namgarchilik ko'p bo'ladi. Bu hayvonga ziyon. Bu qopdagi holatini ko'rib olishingiz mumkin, to'lacha. Mashq holati necha kilo? 18 kilodan qoplanyapti. Azda 20 kilodan bundan ko'ra juda ham gabarit katta bo'ladi. Xudo xolasa siloslarimiz juda ham chiroyli, Jaguar kombaynda urilgan, dolli holatda pachaqlangan. Siloslarimiz shundurlar dona qani, dona ko'rinmayapti videolarga. Videoda balki sizlar ko'zlaring bilan yaxshi ko'rinmayotgandir, lekin kelib ko'zlaring bilan ko'rsalaring, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Qopda juda chiroyli dollar, xudo xolasa. Mashq holati azla 18 kilogramdan qoplanyapti. Qopda ham to'la-to'lacha turibdi. Molga berasizlarmi, qo'yga berasizlarmi, echkiga berasizlarmi, xudo xolasa. Juda barakali inshaalloh. Suv yo'q. Eng muhimi azla umuman suv yo'q. Hayvonga bersalar ham suvli narsa bermaysizlar, toza yem berasizlar. Buni tevasiga shu yengil kepak unjarani sevib qo'ysa, amlani molga tayyor. 15 kun yem, xudo xolasa. Shu 6 oy, 7 oy, 1 yilda tayyor bo'layotgan buqalar mana shu silos yeydi-yu, 3 oyda tayyor bo'ladi. 40 kunda tayyor bo'ladi. Tarovzon kakpaloshni mana videoda o'ynab o'ryapti, lekin 20 kilo plus, 20 kiloyi 10, 18. Bu 18 mana, 18 kiloyi 10, 18 kiloyi 20 bo'lib o'tyapti. Bilmaganlarga eslatma, bu 10 grammi 100 gramga o'tadi qadrdonlar. Video davomida shuni aytib ketaman. Videomiz sizlarga balki manzur kelmayotgandir. Shu akalarimiz hech yotganda mehnatiga bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin qadrdonlar. Shunaqangi sovuq, shunaqangi qorli havoda akalarimiz sovuqdimi, qordi mehnat qilib yotishibdi. Eng muhimi qadrdonlar, po'pana yo'q, qora qurasi yo'q, suv yo'q, nam yo'q. Rasa yem holatda. Silos yamamiz mana boshidan boshlab shu holatga. Bu yerda taxminan 5 tonna narivera siloslarimiz bor akalar. Tevasini ham ko'rib olishingiz, juda ko'pchilikda yama bossa akalar nam bo'ladi, tevas po'pana bo'ladi, qora bo'ladi. Tevasida ham umuman qora qurasi yo'q. Xudo xolasa behijolat. Akalar, opalar, ukalar, singillar. Bu nariyoqda ham bitta brigadamiz qoplay o'tishibdi. Hammani qiziqtirgan savol, narx-navosi akalar, ukalar, opalar, singillar. Chorva yem olamidan chiqyapmiz deb telefon qilsang, albatta bonuslari bor. 20 kilogramligi 18 ming so'm, 18 kilogramligi 16,5 ming so'm. Telefon qilib shu chorva yem olamidan telefon qilyapsiz sizlar, albatta bonuslari bor. Yo'lida qilib beramiz. 18 mingdan 16,5 mingdan o'tib beramiz. To'lov usuliga qiynalayotganlarga klik yoki naqd pul, xohlagan bank kartalar ham bor. Bexijolat o'ylanmasdan 5% sizlar pul o'tkazishga yordam beramiz, xudo xolasa.
Dastavka xizmatimiz ko'pchilik dastavka xizmatimiz bor desa, o'ylab dastavkasi ham ichida deb o'ylashyapti. Yo'q, qadrdonlar, unaqa emas. Dastavka xizmati отдельно bo'ladi. Deylik, silosimiz narxi 18 ming so'm bo'lsa, qayerga bo'lishidan qat'iy nazar shopir xizmati bor. Shopir xizmati ustiga qo'shilib qoladi. Lekin bizda tanish shopirlarimiz bor. Postoyanno yukimiz toshib turgan sababli eldan ko'ra arzonroq yetkazib beradi. Labomi, Honda'mi, Isuzu'mi, Fora'mi, qayerga desanglar, xudo xolasa, transport vosita mashinalarimiz bor. Xudo xolasa, videolarimiz shu. Sizlarga yetarlicha ma'lumot berdik degan umiddamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana aytib o'tamiz, bir dona like, bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Chorva Yem olami kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.